Bu tunni zanglagan pichoqdek keskan qichqiriq bilan boshlandi. Quyosh chiqishga jur'at etmasdan oldin butun qishloqni uyg'otdi va odamlar loy uylaridan yugurib chiqquncha tuman allaqachon asosiy ko'chaning yarmini yutib yuborgan edi. Xuddi dunyoning tomogiga tiqilgan xol paxta kabi qalin va og'ir edi. Bu esa uni sekin, og'ir, olayotgan nafas olishga majbur qildi. Oldinga birinchi bo'lib qadam qo'ygan Rafiq aylanayotgan oq rangli ko'z qisib, ingichka, titrayotgan, cho'zilayotgan qonni ko'rganiga qasam ichdi. Keyin u tuman uni yeb qo'ygandek yumshoq soruvchi ovoz bilan yo'qoldi va oqsoqollar hammaga ichkariga qaytishni aytganda hech kim bahslashmadi. Ammo har bir yog'och eshik, har bir yorilgan deraza ortida kozlar tirik mavjudot kabi urilayotgan tumanga qadalgan edi. Tong otar ekan, odamlar quduqlar bo'yida, devorlarga suyanib, hatto ba'zilar qochish uchun chiqqan tomlarda ham jasadlarni topdilar. Yuzlari oqarib, dahshatdan burishib ketgan, ogizlari nafasi qisilib, hech qachon qabul qilmagandek keng ochilgan edi. Qishloq aholisi bu qandaydir galati kasallik, tushunarsiz isitma ekanligiga o'zlarini ishontirishga harakat qilishsa-da, ular izlarni, oliklarning bo'gimlari atrofidagi zaif, botgan barmoq izlarini, go'yo ular bo'gilib o'tirganlarda biror narsa ularni ushlab turgandek e'tiborsiz qoldirolmasdilar. Peshinga yaqin vahima masjidning azonidan ham balandroq eshitildi. Onalar bolalarni ichkariga sudrab kirishdi. Erkaklar eshiklarni mebellar bilan to'sib qo'yishdi. Eng kichigi esa tashqarida tuman ichidan ismlarni aytib, mayin va tanish ovozlarni eshitganliklarini pichirlashdi, lekin hech kim eshikni ochishga jur'at etmadi. Hatto taqillatish boshlanganida ham qishloq bo'ylab birin-ketin yumshoq, xushmuomala, deyarli uzr so'rab taqillatishlar eshitildi. Kechqurun yaqinlashganda tuman yana quyuqlashdi. Issiqlik izlayotgan ilon kabi uylar orasida sirgalib ketdi va Rafiq bosh otira olmay, butun qishloqqa qaragan yagona tepalikka chiqdi. U yerdan u qonini muzlatgan narsani ko'rdi. Tuman shamol bilan birga suzib ketmasdi. U unga qarshi harakatlanar, o'zini qishloqning markaziga ataylab itarar, go'yo pastdagi har bir tirik jonning yurak urishi bilan tortilgandek. U ogohlantirishlarni baqirib orqaga yugurdi, lekin uning so'zlari tumandan kelayotgan dahshatli guvillash ostida garb bo'ldi. Devorlarni titratadigan va chiroq alangasi g'ayritabiiy darajada baland cho'ziladigan past tebranuvchi nota. Odamlar tiz cho'kib, quloqlarini mahkam ushladilar. Ularning xayollariga pichirlashlar kirib kelayotgan edi. Bu pichirlashlar vafot etgan yaqinlarni dahshatli aniqlik bilan taqlid qilib, iliqlik, tinchlik va uchrashuvni va'da qilar edi. Faqat tashqariga chiqsalar. 8 yoshli kichkina Hanya marhum otasining "U sovuq edi" deb chiqib ketishni iltimos qilayotgan ovozini eshitganida, u hech kim uni to'xtata olmaganidan oldin eshikka yugurdi. Onasi qichqirib, qo'lidan ushlab oldi. Lekin to'satdan tuman shamoli yoriqlardan o'tib, qizning topiqlarini shaffof qol kabi o'rab oldi. Uni hech bir bola chiday olmaydigan kuch bilan tortdi va 5 ta kattalar birgina imkonsiz silkinish bilan orqaga tortgan bo'lsalar ham, tuman uni olib ketdi va shiftdan changni silkitib yuboradigan momaqaldiroq gumburlashi bilan eshikni yopdi. Onaning faryodlari tun bo'yi aksado berib turardi. Tuman gumburlab, tezroq aylanib, o'zini baland arvohlarga aylantirardi. Yuzlari bo'lishi kerak bo'lgan boshliqlari bo'lgan burama tumandan yasalgan gumanoid siluetlar, ular derazalar yonidan o'tib, ichkaridagi odamlarni tekshirayotgandek to'xtashardi va arvoh juda uzoq to'xtaganida, o'sha uydagi odamning nafasi siyraklashib, o'pkalari hushidan ketguncha qisilib qolardi. Oqsoqol Karim titrab, ammo qat'iyat bilan tuman jonzotlari nafas bilan, hayotning o'zi bilan oziqlanayotganini va tong otguncha kimdir manbani topmasa, hech kim qolmasligini aytdi. Tepalikdan ko'rganlarni eslab, Rafiq tumanning markazi o'zini ko'rsatgan deb o'ylab, orqaga qaytishga qaror qildi va boshqalar undan iltimos qilishsa ham, u nafasini bo'gish uchun hol matoga o'ralgan holda orqa eshikdan chiqib ketdi. Tuman bir zumda reaksiyaga kirishdi. Qiziquvchan yirtqich kabi unga tomon burildi. Lekin Rafiq tomogini tirnab turgan sovuq namlikdan bo'gilib, tepalikka yugurdi. Tepaga yetganida uni birinchi marta aniq ko'rdi. Bir kun oldin u yerda bo'lmagan. Pulsatsiyalanuvchi, tuman bilan qoplangan krater, boshqa dunyo nuri bilan zaifgina porlab turardi va uning ichida shakllar harakatlanardi. Yuzlab rangbar, qimirlagan figuralar deyarli odamga o'xshardi. Ularning tanalari yorilib, tumanni nafas olib, undan ko'proq chiqarib yuborar ekan, cheksiz yaratilish sikli kabi. Qishloq quyosh chiqishi bilan bo'shab qolishini anglagan Rafiq barcha jasoratini to'pladi va yonayotgan chiroqni kraterga tiqdi. Bir zum hech narsa bo'lmadi. Keyin yorug'lik tumanni ichkaridan yoqib yubordi va butun tepalik ko'zni qamashtiruvchi, bokirgan alanga bilan yorishdi. Tumanli mavjudotlar minglab azoblangan ovozlar kabi qichqirib, kulga aylandilar.
Pastda qishloq tumanning shiddat bilan chekinib olayotgan hayvon kabi uylardan orqaga chekinayotganini kuzatdi, toki faqat toza tungi havo qolmaguncha. Ammo tong otib, odamlar tashqariga chiqishga jur'at etganda, Rafiq hech qayerda yo'q edi, tepalikning tepasida faqat. Saint Feedback, Side Panels, History, Sovet